O'g'limni ko'rsatinglar. Yasina qizim. Bolamizni sog'inib ketdik. Xatolaringni ko'rmoqchimisanlar? Yoki farzandlaringnimi? O'g'limni bitta ko'ring. Agar vijdoning qiynalmasa, kirlaring. Haliyam chiroylisiz, oyi. Bolang shunchaki sendan mehr so'radi. Sen esa mehrni telefonga almashtirding. Dis-moi l'avenir, juste là dans mes mains. Sendan dunyolarni so'ragan o'g'ling endi o'zi dunyolarni ko'rmaydi. Norasida go'dak ilk allani onasidan eshitmoqchi bo'lsa-yu, onasi allani o'zi aytmasdan telefondan qo'yib bersa, sendagi onalardan yana nimalarni kutish mumkin? Umuman eshitmayapsanmi qizim? Naushnik. Zo'r sovg'a, a? Kompyuterim yaxshi sovg'a. O'yinchoqlar, kitoblar, mehr-muhabbat o'rnini borgan sari telefon, kompyuter va naushniklar egallayapti. Biz esa borgan sari bolalarimizni yo'qotib boryapmiz. Yaratgan sizga farzand bersa-yu, sizlar ularni nima qilyapsizlar? Kelajagimiz nima bo'ladi, kattalar? Sizchi, farzandingizni bayramiga nima sovg'a qilmoqchisiz? Farzandingizga shirin va to'g'ri hayot bering. Zero yaratgan ham ularning jismini sizga ishonib topshirgan.